Xo'sh, yaxshi. Ana endi o'zimizning ishlarimizni qilamiz. Bo'lmasa mayli. Voy, tushmadim. Qayerdan tushdi ekan? Haha, kapol вообще borib urib ketdik-a. Vatarvo judayam zo'rado hazil bo'ldi-da lekin. Xo'y, obunachilar qaranglar, mani uyimni nimalar qilib tashadi. Hali ko'rsatib qo'ymaman. Men bunga chotki hazilim bor. Hozir ko'rasizlar. Miyalaringizga kelmagan hazil bo'ladi. Qarab turinglar, obunachilar. Xo'sh, obunachilar, mana biz o'zi samolyotchani haydab ketmoqda. Biz hozir ana endi mana buni uyiga hozir bombardilo qilamiz. Yaxshi, yaxshi. Judayam ajoyib bo'ldi-da, boru mayli, bo'lmasa ketdim men. Xo'sh, hali endi borki, kapot men bilan o'tgan safar hazillashgandimi? Ana endi ko'rsatib qo'yaman men bunga. Bu men bilan toza вообще hazillashibdi. Mayli, bo'lmasa barcha narsalar mana shunday qilib o'rnayman. Bu borki, bu choyni ichadi, uxlab qoladi. Keyin zo'r bitsa bo'ladi, alov qilaman. Rejam bor-da. Mayli. Xo'sh, obunachilar, bularni qo'yib qo'yganim yaxshi. Mana bu narsani judayam nima desam bo'ladi, judayam qimmatbaho hisoblanadi bu. Nima desam bo'ladi, endi qimmatbahoda nima ham derdim. Barchaga salom bo'laman. Men Kompot va mana video roligimga xush kelibsizlar. Obunachilar, ko'rishingiz mumkin, mana bu yerda judayam ajoyib, ya'ni boya video rolikda aytganimdek qimmatbaho. Endi qimmatbaholigi nima? Judayam chunki rang-barangligi va kamalakli bo'lganligi uchun qimmatbaho va judayam zo'r ishlar qilib bera oladi. Bu polizlarga judayam foydali deb o'ylayman, obunachilar. Nima ham derdim, bo'lmasa buni mana bunday qilib yopib qo'yamiz, ehtiyotkorona bo'lib. Endi bilasizlar, kerak bo'lib qolishi mumkin bu bizga. Yo, albatta kerak bo'ladi, chunki bizlarning polizlarimiz bor va qishloqda juda ham ko'p polizlar bor, obunachilar. Mayli, bo'lmasa nima ham derdim, bo'lmasa hozir o'zimizni nima bo'ladi, tushunmadim, kimdir keldimi? G'alati, mayli, xo'p. Qishloqqa yaxshimisan? Ha, yaxshiman. Kapot uyimga kelmaysanmi? Choy bilan pechenyelar ichardik, yerdik, judayam zo'r bo'lardi. Rostdanmi? Albatta, kelsa judayam zo'r bo'lardi lekin. Nima deysan, kapot? Ha? Mayli. Esingdami mana bu mani hazil qilganing, a? Nimalar deyapsan? Ha, esimda, sen chunki birinchi hazil qiluvding. Mayli, shularniki gap berib ko'rib gaplashib o'tiramiz o'shalar haqida. Judayam zo'r bo'lganda, nima deysan? Choy poyicha bilasanki odam toza zerikib ketdi. Mayli, bo'lmasa hech meni videomni ko'rishga umuman qiziqmasding-ku. Mayli, endi qara, endi judayam zo'r. E'tibor berma mana bu yerdagi narsalarga. Aytgancha choy, bitta chotki choy olib kelganman. Bu bori Xitoydan keltirilgan judayam zo'r choy hisoblanadi. Mana olib ichishing mumkin. Rostdanmi? Albatta. Buni hidi ham qanaqadir boshqacha ekan-a? Xavotir olma, bu chunki shirin choyligi uchun shunaqa hidi. Sabrincha buni ichib ko'r, judayam zo'r. Mana bu pechenyelar. Mayli, katta rahmat, bo'lmasa pechenye bilan judayam zo'r ketadi-da. Oppa, normalniy. Tushmadim. Tamom g'alatimi? Boshimga nimadir bo'lyapti. Xo'y, qishloq menga nima? Hali. Yaxshi. Uxlab qoldi. Ana endi borki bunga marijalarim asosida ketmoqda. Endi bunga ko'rsatib qo'yaman nimalar qilishni. Hazil qilish qanaqa bo'lishini ko'rasan hozir, kapot. Mayli, bo'lmasa mayli. Tezroq ko'taray. Ana ajoyib bo'ldi. Ana yaxshi bitta boylab qo'ydi, ana ajoyib bo'ldi. Voy, kapot. Men bilan hazillashish shunaqa bo'ladi. Qachon o'shaga kelasan? Voy, boshim. Yomon boshim og'riyapti-ku. Voy. Qayerdamanman? Men qo'llarim bog'langan. Tushmadim. Men uyimni tashqarisidami? Qishloqni tashqarisidamanmi yoki nimalar deyapman o'zim? Voy, meni kimdir boylab qo'yibdi. Kimdir meni bog'lab qo'yibdi, xo'y. Tushmadim. Davay, tezroq yechib bo'lmayapti-ku. Juda ham qana ip bilan boylab qo'yibdi-da. Qanday qilib bunday bo'lib qoldi-a? Ana choydan keyin bo'lib qoldimi yoki nimalar bo'lyapti menga yoki tush ko'ryapmikanman? G'alati. Qanidir. Yaxshimisan, kapot? Juda ham zo'r bo'lib o'tiribsanmi? Sen meni bog'lab qo'ydingmi? Xo'y, meni chiqarib yubor, ko'rsatib qo'yaman men senga. Yo, men senga ana endi hazil qilish ko'rsatib qo'yaman. Ana endi kimga ko'rsatib qo'yaman. Nimalar deyapsan? Qo'yib yubor hozir. Agarda chiqib ketsam ko'rsatib qo'yaman men senga. Nima desam bo'ladi? Vash jahlimga o'ynayapsan. O'zingni bos. Nimaga bunday jahl qilyapsan? Hali ko'ramiz, kimga ko'rsatib qo'yay ekan. Mayli, bo'lmasa men senga savol beraman, agarda javob bera olmasang, nima bo'lishini ko'rasan. Nimalar deyapsan? Men bilan o'ynama. Hozir вообще ko'p gapirma, bo'ldi. Qisqasi mayli. Ana endi mana bu qo'limdagi lavachani olaman. Mana shunday qilamiz. Lavachani qo'yamiz. Oppa, ana endi hozir ko'rsatib qo'yaman. Savollar beraman. Savolga to'g'ri javob bera olmasang, nima bo'ladi? Endi ko'rasan-da, qisqasi. Tushundingmi? Meni qo'yib yubor. Bo'ldi. Qisqasi. Xo'p, qara.
Chiki babani kim o'ylab topgan? Bilmayman, nimalar deyapsan? Вообще bilmayman. Xato javob. Ana endi notebooking bilan xayrlash. Voy, qaytar, hoy, notebookim nima aqldan ozganmisan? Bo'ldi, ikkinchi savol. Ana endi san qara, nima savol? Juda ham osonku. Hop. 2 kere 2 4 5 685 ta bo'lasan va 65 ta ildizi. Qarochi keyin yana 95 ga ko'paytirasan necha? Bilmayman, ha, mayli 100 dur balkim javob. Hatto noto'g'ri. Ana endi xayrlash narsa bilan. Oy, zumradlarni nimaga bunday yondirib yuborasan? Chunki xato bo'lgandan keyin yondirib yuboraman. Ana endi senga savol. Hop. Kosmosda nechta yulduz bor? Davay top, bilmaysanmi? Nechta yulduz bor kosmosda? Juda ham oson savol bilsang agar. Bilmadim, voy, nimalar deyapsan? Davay, bor, tezroq hozir ayrilgin kelmasa. Hozir qilib turdi. Qayerga ketdi ekan o'ylab turadi, nechta yulduz bo'lishi mumkin? Axir cheksiz-ku, to'g'rimi? Sanoqga yetib bo'lmaydi yulduzlarni. Yana juda ham ko'p. Tем более kosmosda deydi. Yana yerda osmonda demayapti-ku. Bo'ldi, olib keldim. Davay, topchi. Voy, nimalar qilyapsan, oy? Bilmayman, men senga nechta kosmosda nechta anov borligini bilmayman-ku. Mayli, xato bo'lmasa qara, zo'r ish qilib beraman. Qarab tur, xato javob berganing uchun. To'xta. Xo'p, yana bitta savol beraman. Voy, nimaga otyapsan? Noto'g'ri javob berganing uchun. Xo'p, qisqasi yana bitta savol senga. Xo'p, Eshmat aka har doim soat nechida uxlaydi? Eshmat aka kim? Tonimayman-ku men. Iltimos, meni qo'yib yubor. Xato javob. Ana endi mana. Voy, boshimga tegib ketardi. Nimalar qilyapsan? Meni qo'yib yubor yaxshilikcha. Ortiqcha gap gapirma. Xato javoblarga mana shunday bo'ladi. Qanday ekan, hazil qilish zo'rmikan? Voy, xavfli hazil qilyapsan, bilyapsanmi shuni? Sen ham xavfli hazil qiluvding. Sen birinchi boshlavding, bilsang agar. Menga qiziq emas. Ana endi yana bitta savol. Mer, nima bo'ladi? Mer 2024-yil soat 5 da nima qilgan? Nimalar deyapsan? Aqldan ozib qolganmi bu qishloqqa? Yerdan qanaydir qilib chiqib ketishim kerak. Mana bu pichoqni oldi. Davay, tezroq. Ol, yaxshi, tezroq. Qo'lim yetmayapti. Davay, yaxshi. Ana endi mana buni tezroq kesib tashlash kerak, mana bu iplarni. Davay, tezroq bu. Hoppa, yaxshi. Ana endi ikkinchi qo'limni tezroq, hoppa, endi oyoqlarimni kesib olsam, ana yaxshi. Chiqib ketdim. Yaxshi. Ana endi mana bu qishloqqa ko'rsatib qo'yaman. Buni qaranglar qanday qilib pichoq bilan o'ynashganini. Вообще bor obunachilar juda ham xavfli ish qilmoqda. Bor, mana buni qaranglar. Shuni oladi, shuni siqilib qoladi. Juda ham yomon obunachilar. Nima ham derdim? Hozir ana qishloqning oldiga boraman. Nima qilayotgan ekan, nima qilsam bo'ladi unga? Obunachilar. Menga zo'r fikr keldi. Juda ham ajoyib fikr keldi. Men uni o'zini hazilini nima desam bo'ladi? O'ziga takrorlayman, o'ziga ko'rsatib qo'yaman, o'ziga hazil qilaman deb ehtiyotkorlik bilan kiramiz. Yaxshi, eshikka ochiq ekan, normalniy. Ana endi men qishloqqa nima qilyapti ekan, sandig'ini kovlab o'tirgan ekan. Pichoq topilsa edi tezroq qayerga qo'ygandim. Obunachilar, mana shu choy edi. Mana shuni otib yuboraman va uxlab qoladi 100 talik. Men o'zingni ol. Kabod qani chiqib ketdi. Boshim. Ana, yaxshi obunachilar, bu o'zidan ketib qoldi. Ana endi buni hozir ko'taramizda, buni bog'lab qo'yamiz bu qishloqni. Xo'p, obunachilar, mana. Kabod, uzr so'rayman. Bo'ldi. Hazillab biladi-da. Sen o'zing hazil qilganingni men senga hazil qilyapman. Qani hozir men senga savol beraman. Iltimos, darbayli savol ber va boyagidek qiyin savol berma. Qiyin savolligini bilarkan-ku sen, Buni qara. Bo'l, otma, bo'l. Savolingni ber, mayli, iltimos. Agar to'g'ri topsam, ozod qilasan. Mayli, oppa, buni qaranglar. Juda ham zo'r ketmoqda, buni qara, juda ham zo'r pichoq bo'lmoqda. Bo'ldi. Bo'ldi, kechir, bo'ldi. Iltimos. Xo'p, mayli, bo'lmasa men senga savol. Minecraftda nechta biom bor? Ya'ni o'sha biom deyiladimi? Qarochi, hop, normal bo'lsa, keyin hech nimasi yo'q. Biom keyin bilmayman, Kabod, uzr lekin. Ana endi bilmaganing uchun nima yeysan? To'g'ri topding. Hozir men senga ko'rsatib qo'yaman mana buni. Iltimos, nimalar qilyapsan? Kabod, aqldan ozib qolganmisan? Bu juda ham xavfli-ku. Unaqa qilma, iltimos, yo'q qilib bu meni. Iltimos. Xo'p, mayli, bo'lmasa hozir men senga ko'rsatib qo'yaman. Kabod, bo'ldi, kechir, bo'ldi, menga faqat otma. Xo'p, mayli, afshu. Aksir o'rdim, uzr. Adashding, otishda. Qayerga ketib qoldi u? Qayerga ketgan hozir ko'rsataman, mana qani.
Ana endi ko'rishim mumkin. Mana. Kapot nima qilib qo'yding? Aqldan ozib qolganmisan? Axir bu mani uyim edi-ku. Nimaga portlatib yubording? Mayli, hech bo'lmaganda menga tegmadi-ku. Yaxshi. Qayta bunaqa hazil qilmayman. Ko'rdingmi, o'zing birinchi hazil qilding, keyin men ham senga hazil qildim, to'g'rimi? Yoki xatomi? Bu qaraqanday pichoqlar juda ham xavfli. Ha, bildim. Lekin men bilmaganimda uzr. Kechir iltimos. Bo'ldi, mayli. Bo'lmasa kelishdik, lekin ikkinchi bunaqa qilma, tushundingmi? Bo'ldi. Aytgancha kapot, mana qo'l berib qo'yaylik. Mayli. Bo'lmasa bo'pti, bo'lmasa o'zing bilasan. Aytgancha meni uy qurishga yordam bermaysanmi uyimni qurishga? Portlatib yubording-ku. Yo'q, ana endi o'zing qilasan. Mun qara, men o'z uyimni nima qilib tashlading, pichoq bilan yopishtirib tashlading. O'zing qilasan-da qisas, tushundingmi? Ha, mayli kapot, mayli. Qaytib hazil qilmaymiz bir-birimizga. Xo'p. Notebooklarni yondirib o'rganingni o'zi kechirdim. Mana bu ishni ko'rishingiz mumkin. Bu вообще juda ham qaltis harakat qildi, ya'ni hazil qildi. Nima ham derdim, sizlarga yoqdimi? Kommentariyada yozib qoldiringlar va qishloq xato ish qildimi? Shuni ham kommentariyada yozib qoldiringlar. Nima ham derdim, mayli obunachilar, bugun sizlar bilan yana kompot bo'ldim. Xayr.